Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda ajoyib bo'lgan tovuqli somsa qilamiz. Xudo xolasa bizga kerak bo'ladigan masalliqlarimiz hozir birinchi o'rinda unimizni elab tayyorlab oldik. Xamirimiz tingunga qadar nachinkamizni keyin tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb unimizni qorasini ochib, xamir qilishdan ishimizni boshlaymiz. Sut kerak bo'ladi bizga. Xohlasangiz suvda qilsangiz ham bo'ladi. Bir kosa sut ishlatyapman. Mana tuxum ishlatamiz. Bir doqamiz. 1,5 osh qoshiqda tuz solamiz. Simlik yog'i solamiz. Tabga ko'ra 2-3 qoshiq mo'ljallaymiz. Suvimizni ham qo'shib olamiz. Bir xil massaga kelguncha aralashtirib olamiz. Yaxshilab tuzlari erib, tuxumlari aralashguncha. Yumshoqlikda xamir qilib olamiz keyin. Xamirlarimizni qorib oldik. O'rtacha yumshoqlikda qilib. Xamirlarimiz mana tayyor bo'ldi. Endi paketga solib tindirish uchun qo'yib qo'yamiz. 10 daqiqa tingandan keyin buni zuvolachalarga bo'lib, yana alohida ikkinchi ishlovini beramiz. Mana xamirlarimizni xuddi shu kabi 4 ta zuvolaga bo'lib oldik. Bu qilgan xamirimizni tindirdik. Buni 20 minut va xuddi mana shu holda yoyib olamiz har birini. Har birini yoyib olamiz. Buni hamma biladi. Somsani xamirini yoyishdi. Margarinimizni eritishga qo'yib qo'ydik. Hammasini shu tarzda yoyib olamiz. Xamirlarimizni yoyib olamiz shu tarzda va margarin surib chiqamiz. Bir tekis qilib. Margarinni bir tekis surib olamiz. Uchinchi qavatini ham mana xuddi shu tarzda yoyib olamiz. Buni ham yog'lab, birgalikda keyin rulon shakliga keltiramiz. Har bir zuvalamizni shu tarzda yog'lab olamiz. Xamirlarimizni xuddi shu tarzda o'rab chiqamiz. Tortib. Xamirlarimizni xuddi shu tarzda rulon shakliga keltirib olamiz. Nachinkalarimiz tayyor bo'lgunga qadar muzlatishga qo'yib qo'yamiz. 20 minut, yarim soatga. Ungacha nachinkalarimiz tayyor bo'ladi. Xamirlarimizni muzlatishga qo'yib qo'ydik. Tayyor bo'lishiga qadar nachinkamizni tayyorlaymiz. Nachinkamizga piyozimiz kerak bo'ladi. Piyozimiz bu yerda 1 kilo piyoz,
4 dona kartoshka to'g'radik, o'rtacha kattalikda mayda qilib va tovuq file ishlatamiz. Tovuq filemiz 700-800 gram atrofida. Sir kerak bo'ladi. Sirimizni qirib tugish paytida solamiz va pomidorni po'chog'ini artib oldik va mana paraq to'g'rab olamizda har bitta somsani orasiga yarmiga, hammasiga emas, tabga ko'ra bitta kusokdan qo'yib, sir qo'yib tugamiz. Go'shtlarimizni to'g'rab olamiz endi. Tovuq go'shtlarimizni to'g'rab oldik. Hammasini pripralarimizni solamiz. Tabga ko'ra zira solamiz, maydalangan zira. Maydalangan kashnik solamiz. Murch solamiz, maydalangan murch. Tovuq filemiz quruq bo'lgani uchun o'simlik yog'i solamiz tabga ko'ra. 50-60 mg mo'ljallab. Tuz solamiz endi buni. Tuzni ham tabga ko'ra solamiz. Endi buni aralashtiramiz. Hozir aralashtirishdan oldin tugishimizdan oldin aralashtiramiz. Hozir tayyor bo'lib turadi bu. Unga qadar sirimizni to'rtkadan o'tkazib olamiz. Sirimizni qirg'ichdan o'tkazib oldik. Xamirlarimizni yoyib oldik. Syomka cho'zilib ketmasin deb yoyganlarimizni ko'rsatmadim. Kanalimda kirib ko'rsanglar bor hammasi. Qiymamizni endi aralashtirib tugishni boshlaymiz. Qiymamizni aralashtirib oldik. Endi tabga ko'ra rayhon bilan qalampirni to'g'rab olamiz. Buni kim xohlasa, hammasiga emas, xohlovchilar uchun pomidorni ustidan solib chiqamiz. O'zigacha mazza beradi bu ham. Ichidagi mana urug'larni olib tashlaymiz. Ularni olib tashlaymiz. Xamirlarimizni yoyib oldik. Mana endi bir tekis qilib tugishga tayyorlaymiz. Qiymalarimizni solib chiqamiz. Dasini ko'rsatib beray, mana pomidor qo'yamiz ustiga. Tabga ko'ra. O'sha qalampirli deganimiz. Tabga ko'ra qalampir solamiz.
xohlovchilar uchun achchiqni xush ko'radiganlar uchun va rayhon qo'yamiz. Qirg'ichdan o'tkazib olgan sirimizni solib chiqamiz. Endi tugishni boshlaymiz. Somsalarimizni birin-ketinlikda tugib olamiz endi. Mana shu tarzda tugib olamiz hammasini. Bitta tuxumni chaqib olib, somsalarimizni tugib oldik. Endi yuziga tuxum surib chiqamiz. Tuxum surib olganimizdan keyin yuziga sedani sochib chiqamiz. Tabga ko'ra xohlasangiz oq kunjut sochishingiz ham mumkin. Somsalarimiz tayyor bo'ldi. Qaynoq. Pishib juda chiroyli bo'lib chiqdi. Hozir endi buni tayyorgarga suzib olamiz. Mana somsalarimiz tayyor bo'ldi. Chiroyli bo'lib chiqdi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha hammanglar sog' salomat bo'linglar. Somsa bilan birga mana sous ham tayyorlab oldik. Bu sousni videomlarimda ko'rsatganman. Pomidorni qirg'ichdan o'tkazib, chesnokni zelin solib, ozgina uksus, ozgina tuz va ozgina shakar solib, tuzini rostlab olasiz. Juda ham ajoyib, sveji sous bo'ladi. Somsa bilan qo'shib iste'mol qilish uchun juda ham yaxshi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Mana teglari ham chiroyli bo'lib chiqqan. Hammanglarga yoqimli ishtaha. Sog' salomat bo'linglar, xayr.